Salom hammaga do'stlar. Yana sizlar bilan Sidiya. Bugungi videoda biz qanday qilib InShot degan dastur orqali shu videolarni dahshat qilib taxlashni o'rganamiz. Buni orasida hamma biladi, hamma ko'rgan, mashhur bo'lgan stiker, to'g'ri giflarni ham qanday qilib topishni o'rgatib ketaman. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz galereyada bitta qora suratni taxlab olamiz, istaganday narsa taxlab olamiz. InShotga jo'natamiz. O'zi InShotga kelib tushadi video 21 minutlik. Короче, qaranglar. Stiker qo'ymoqchi bo'lsanglar, text degan joyga bosasizlar, tin rasm turadi. Yana bitta text degan joyga bosasizlar. Keyin bu yerdan shu text degan joyim bo'lsa, любой narsani yozib qo'ysanglar bo'ladi. Stiker gif qo'yish uchun stiker degan joyga bosasizlar, o'zini maxsus stikerlari bor-da. Gifga o'tasizlar, istagan narsani qidirsanglar bo'ladi. Mana misol mana qo'yib ko'ramiz. Mana shu yerga o'rtasiga joylashtiramiz. Mana shuncha vaqtda bo'ladi. Bo'lmasa oxirgi mana bu yer. Mana shu yergacha qilamiz-da, mana shunday stiker bo'laveradi. Agar kerak bo'lmasa, chiqarib tashlasa bo'ladi buni. Mana. Lekin buzib qo'yish mumkin, shunday yomon tarafi bor. Shunday qilib chiqarib yuborasiz. Shundan agar kerak bo'lmasa. Sizlarga hammaga mashhur bo'lgan narsalarni topib beraman. Shunda gifga o'tib, qidiruvga bunaqa troll deb yozsangiz, shu har xil narsalar chiqib keladi, xuddi shunaqa. Misol uchun bular ochmayapti, mana uni qo'yib ko'ramiz. Uni bu yerdan to'g'rilashsa bo'ladi. Dahshat, короче. Misol uchun mana shuncha payt qilamiz-da. Tamam, tugaydi. Bu yog'iga misol uchun qarsakni qo'yib yuboramiz. Mana. Mana deb ketayotgan qarsoqcha alif qoladi oxirida. Shunday qilib boshqacha videolarga ovoz ham bersa bo'ladi. Ovoz berishni o'rgatib ketaman. Bu kerak emas bizga. Bo'lmasa ovoz beramiz hozir. Mana bo'ladi. Bu yerdan qarsoq chiqib keladi. Ovoz berish uchun shu bitta yuzta bosib yuboramizdan keyin audio degan joydan rekord degan joyni bosamiz. Keyin qaraymiz. Yozib oladi o'zi. 3 2 1. Qarsoqlar, ofarin sizlarga ofarin. Mana shunday qilib joylasa bo'ladi. Doshim bunday holati. Shunday qilib shunday video joylaysizlar. Qarsoqlar har xil stikerlarni qidiramiz, ko'ramiz. Gifga o'tib qidirishdan o'zimiz bilamiz.
troll ularni bitta qidirishni bo'lsa, shunaqa narsalar chiqadi, o'chmayapti, lekin nimaga? Ertaga chiqib yuzta bosib yuboramizdan keyin. Bu yog'iga ham bo'yab qo'ysak bo'ladi. Qarang. Mana sal qimilla o'ling seni. Mana bu joyga yana bitta ovoz qo'shishni bosib, audioni ustiga bosib, ovoz qo'shishni bosib, mana bu yerda misol uchun 3-2-1 bo'ladi. O'ynanglar do'stlar, o'ynanglar. Mana shunday joylashtirsak bo'ladi do'stlar. Mana shunday doshni ko'tarsa bo'ladi. Mana. Shunday agar galereyangizdan birorta qo'shiq qo'ymoqchi bo'lsangiz, galereyangizga qo'shiqni saqlab olasiz va musik ustiga bossangiz, mana bu yerda mana bu qidiradigan joy, mana bu yerda shu YouTube'cha rasm turadi, undan qo'shishga istagan qo'shig'ingizni tanlab olasiz galereyadagi. Shunday qilib, o'zi qo'shiq qo'yiladi. Lekin mana oxirgi she'r manadan qo'yish kerak edi. Mana shunday qo'shib qo'yiladi. Mana bugungi videomiz tugadi. Hammaga xayr do'stlar. O'zingizni asrang, like bosib obuna bo'lib qo'ying.